Assalomu alaykum hammaga. Nasibda bo'layotgan ish jarayonlari, xudo xolisa darvozalarimiz tayyor bo'lib qoladi. Bunimiz Toshkent O'ytepaga Samarqand Poson 3 qavatli variantda bo'lgan. 2 qavat 1.8 plus listda, 3-qavatda Shershav listdan foydalanganmiz. Bu orqa tomon. Kraskadan 1.0 sitto, xudo xolisa orqasi ham chiroyli qilib, yevralarni saralada ajratib qolib qo'yamiz. Bunisi mana Tojikistonga 2 qavatli variantda. Bu ham Samarqand Poson 2 qavatli qanaqa bo'ladi deganlarga ozgina kirib turadi. 3 qavatli bo'lsa bu holatda bo'ladi. 2 qavatlilar ramkalar ko'rinib turadi. Bu ham o'ta gigant razmerda bo'lgan. Eniga 6.30, balandligiga 4.40 bo'lgan razmerda. Nalishnilar bilan mana nalishnilari 3 ta girdali. 2 ta chekkanlik mana o'tdanik. Mana tepa qismi. Bu yerda ham darvozalarimiz kraska jarayonida. Bu yerda mana high-tech Poson darvozamiz tayyor bo'lgan. O'zimiz Namangan shahar Rovonsoyga o'rnatib beramiz. Bu ham nalishnili variantda bo'lgan. O'ta chiroyli chiqdi. Garansiya holatda. Barcha ishlatgan kraska laklarimiz avtomobilning tagiridan gruntовкада sepilgan, xudo xolisa. Nerjavakda ajratilmagan, qoraga ikkida ajratib chiqilgan. Akamizga nerjavakga yoqmas ekan, kraskada ajratib bering Namangan tili. Chiroyli qilib kraskadan sepib qo'yganmiz. Abdenni keltirsin ichidan bu. Bu yerda mana jarayonlar, bu ham Samarqand Poson. Bu yerda mana Andijon zakasi. Yulduzli Poson darvozamizning nalishniga. Bu yerda ham Samarqand Poson 3 qavatli varianti. Kimga shunaqa xizmatlarga rabot ekraniga nomerlarga aloqa qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustunalar besplatniy holatda. Qo'shni davlatlarga kelishilgan holatda kargo orqali dastlabki ustunak qilib beramiz, xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar.